Boyazid maktubga javob bermadi va urushga tayyorgarlik ko'rdi. Yildirim Boyazid To'qat atrofiga yetib keldi. Temur esa Sivasda. Amir Temur kengashdan so'ng janubga qarab yurishga qaror qildi. Temur janubdan ketishga qaror qilib, uni ortga qoldirganini xabarini olgan Boyazid g'azabidan qichqirib yubordi va shu zahotiyoq orqasiga qaytishga jazm qildi. Amir Temur qo'shini Qaysariya orqali Anqaraga qarab shiddat bilan harakatlandi. Boyazid Anqaraga Temurdan 2 kun keyin yetib keldi. Amir Temur o'ziga qulay joyini egallab olgan edi. Boyazidning bundan jahli chiqdi va o'zining bek va sarkardalarini qattiq qo'ydi. Boyazid askarlari uzoq yo'ldan charchagan, suv yetishmovchiligi esa ularning ahvolini yanada og'irlashtirgan edi. Temur va Boyazid jangdan oldin namoz o'qib Xudodan zafar tilab chiqishdi. Bomdod namozidan keyin qo'shinlar tizilishni boshladi. Jangni dastlab Temur qo'shinining o'ng qanoti Abu Bakr Mirzo boshchiligidagi oldingi qism boshlab berdi. Ular dushman tomon yaqinlashib, raqib saflarini kamondan yoppasiga o'qqa tuta boshladilar. Shundan so'ng har bir harbiy qism jang maydonidagi vaziyatga qarab berilgan qo'mondonlik buyrug'i bilan birin-ketin jangga kirdi. Eng oxiri markazning markazdan joy olgan Mirzo Muhammad Sulton boshchiligidagi kuchlar jangga kirdi. Markazda turgan Mirzo Muhammad Sulton boshchiligidagi qo'shin esa jangga kirgandan so'ng ortga rejali chekinishni boshladi. Natijada dushmanning shaxsan Sulton Boyazid boshchiligidagi markaziy qismi ilgari yurib bir necha tepaliklarni egalladi. Shunga qaramay Amir Temur Mirzo Muhammad Sulton qo'shinini markazdan olib chap qanotda turgan Shohruh Mirzoga, serblarga qarshi yordamga yubordi. O'ng qanotda turgan Mironshoh Mirzo boshchiligidagi harbiy kuchlar Sulaymon qo'shinini qora tatorlar tomonga chekintirdi. Shu vaziyatda qora tatorlar Temur tomonga o'tib ketdi va Sulaymon qo'shinini orqa tomondan o'qqa tutdi. Natijada Boyazid zaxiradagi Mahmud Chalabiy qo'shinini Sulaymonga yordamga tashladi. Xalil Sulton va Sulton Husayn qo'l ostida Kichik Osiyoning sharqiy qismidagi qabilalardan qo'shin bor edi. Boyazidning zaxirasi chap qanotga yordamga o'tishi bilan ular Temurtosh qo'shini safidagi o'z qardoshlarini Amir Temur tomonga o'tishga chaqira boshladi. Natijada Boyazidning ikkala qanoti ham barbod bo'la boshladi. Shu vaziyatda Amir Temur butun zaxiralarini jangga tashladi. Boyazid qo'shini safidan birinchi bo'lib Temurtosh qo'shini qochdi. Undan keyin Boyazid o'g'illari birin-ketin qochishdi. Bir necha kundan so'ng Yevropaliklar Temurga bergan so'zlarini bajarmadi. Ular aksincha Usmonli turklarga yordam berib, qochganlarni kemada qirg'oqning narigi betiga o'tkazib qo'yishdi. Temur qo'shini Sulaymon va Mahmud Chalabiy qo'shinidan qochishga ulgurmaganlarni markazga Boyazidning orqasiga qisib bordi. Serblar ham Boyazidning orqa tomoniga chekindi. Boyazid qo'shini serblar bilan birgalikda qurshab olindi. Boyazid qurshab olinganiga qaramay taslim bo'lmay jang qildi va ancha vaqt qattiq qarshilik ko'rsatdi.
Boyazid dushman qurshovini yorib chiqishga urinayotgan vaqtda Amir Temur qo'shini raqibni qurshovdan chiqib ketishi uchun yo'l ochib berdi. Bu esa dushman qarshiligini keskin pasaytirib yubordi va ular o'zlarini qurshovdan chiqish yo'liga urdilar. Sulton Boyazid qurshovdan chiqib qochdi. Uni ta'qib qilish uchun Amir Temur Sulton Mahmudxonni yubordi. Sulton Mahmudxon Chingizxon avlodidan edi. Bu bilan Amir Temur Boyazidga bo'lgan yuksak hurmat-e'tibor ko'rsatdi. Ko'p o'tmay Sulton Boyazid oti Yumron qoziq iniga chalinib yiqildi. Sulton Mahmudxon Boyazidni qurshab oldi.